alaykum do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan men Ushalesa do'stlar. Yangigina videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan ikkinchi qismi, ya'ni uyda qurish ikkinchi qismini olamiz. Bu faqat 2 qismli bo'ladi. Bu mana bu uyimizda ko'rganlar uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu uyni albatta ko'ringlar. Bu uy juda ham chiroyli chiqqan deb umid qilaman do'stlar. Bugungi videomizda endi biz yana chiroyli ferma qurmoqchimiz. Fermani qurish uchun mana bu joyni 1 2 3 4 5 6 7 va mana bo'ladi do'stlar. Mana shunaqasi 10 ta blok. Endi 1 2 3 4 5 ta qilsak yetsa kerak deb o'ylayman. Biz fermani iloji boricha chiroyli qurishga harakat qilamiz. Chunki men shunaqa ferma qurmoqchimanki, chiroyli bo'lishini xohlayapman. Bizga buning uchun mana bu narsa ham kerak bo'ladi. Mana bunday qilib bo'ldim. Endi do'stlar, biz qanday qilib bo'lsa ham mana bunday qilib va mana do'stlar, bu safar pauzani sal kamroq qilishga harakat qilamiz. Chunki uncha bunchaga pauza qilish ham kerak emas. To'g'rimi? Hammaga pauza kerak emas. Shunchaki bizni o'z qo'llarimiz bilan qurganimiz kerak. Albatta shunday deb o'ylayman men ham. Xo'p, va oxirgini qo'yamiz. Mana shunday qilib keyingi qism do'stlar sizlar bilan ultramarin yoki Denix bilan olishga harakat qilamiz. Chunki ularning umuman vaqtlari yo'q deb o'ylayapman. Shuning uchun do'stlar, kanalga tezroq ularga ham like bosib qo'yinglar. Chunki do'stlar, kimga qilishni sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar hozir. Aytgancha bularning ismlari esa Daler. Ularga albatta kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanallari esa mana hozirgacha 1669 dan shunaqa obunachilari bor. Bularning videolarini ko'rsanglar, juda ham ajoyib videolargacha mana bu yerda nega bot deydilar degan kanallarga mana bu joyga kirasizlar. Nega bot deydi deb videolarga kirasizlarda Lisadan salom deb yozib qo'yasizlar. Bo'ldi. Bu yerda xafa bo'lib yozganlar, juda yaxshi bo'lmabdi, tushundim deb yozdilar. Lekin buni Lisadan salom deb yozib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim. Mana bu videolarga qaranglar. Men va yo'q bo'lasan shunaqa videolarga ham. Mana shunaqa kommentariyalarga Lisadan salom deb yozib qo'yasizlar va kanallariga bittagina laykchani mana bosib qo'yasizlar do'stlar. Mana bu yerda juda ham zo'r videolari bor. Endi bu videolargacha mana bu shortslarni qaranglar. Bunga vashshe zo'r. Mana ko'ryapsizlar, mana shu yoqqa mana shunday Lisadan mana Lisadan salom deb 2 ta, 3 ta, 4 ta yurachani, mana 6 ta yurachani shunday bosib qilasizlar. Bundan keyin omad deb juda ham mana bunaqalarni qilib tashlaysizlar. Mana shunaqa videolarni ko'rishni xohlasanglar,
mana shuncha videolari bor. Mana shu videolarga, kanallariga obuna bo'linglar. Jonli videolari ham bor. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Postlari ham bor. Mana shuncha postlari bor. Va bunga shortslari, jonli videolarigacha bor. Albatta, bosib qo'yinglar. Va biz davom ettiramiz do'stlar. Albatta o'sha akamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu mana shunday qilib, mana bunday shunday qilamiz. Va bo'ldi do'stlar, nima ko'ryapsiz deb aytganlar uchun bir hozir ko'rsataman sizlarga nima ko'rayotganimni. Mana shunday qilib chiqamiz birinchi bo'lib. Mana va tayyor. Endi bu joyda mana bunday qilib qilsak, mana shunday qilsak, mana bo'ldi. Endi mana bu joyda ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana endi buni ham xuddi shunday qilib tortib chiqamiz. Mana yo'q do'stlar, aytgancha mana bularni bu boshqa blokka qo'yamiz. Mana bunaqa blokdan qo'yamiz. Va mana bo'ldi. Endi shunaqa bloklardan qo'yib chiqamiz. Buning uchun videoni to'xtatib turaman. Ha do'stlar, yana bir bor. Mana shu akamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bularning ismi просто agar o'zbekchada yozmoqchi bo'lsangiz ultramarin. Mana bu silkani albatta yozasizlar. 36 tatiga 36 ta. Agar ruslar uchun rus videolari ham bor. Ruslar uchun esa ruslar uchun mana bu ruslarni ultramarin 1 глава deb yozsanglar bo'ladi. Bu yerda qancha shortslari bor. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham ko'p shorts va postlari ham bor. Mana bu savollarga javob qilib o'tirasiz. Mana Rusda, ребята, как вы можете видеть, да, mana shunaqa ultramarin pro, mana shularga albatta kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bularga shunday like bosasizlarda, Lisadan salom deb yozib qo'yasizlar. Mana bu yerga mana bunaqa eng birinchi videolariga yozasizlar. Mana do'stlar, Lisadan salom deb 1 2 3 4 shunaqalar tashlaysizlar. Keyin esa omad deb shuncha yurachalar, shuncha mana bunaqalarni tashlaysizlar. Lisadan salomga albatta videolarni ko'ryapsizlarmi? Bu yerda Ibratjon, biz Burjonda o'sha Boburjonmi shunaqa qilgan. Mana bu videolarni qaranglar. Sarvargacha, Yusuf, Nodira, buni ham men ham yozganman. Qo'yganlar, rahmat. Bu Sumaya. Bu yerda 20 bo'lganlarini albatta ko'rasizlar. Hamma videolarni ko'rib chiqsanglar, juda ham ajoyib videolarigacha bor. Videolari mana bu yerda не может даже rus, o'zbek, rus. Qaranglar, buni даже Kompot degan youtuberni ularni ham yozganlar o'zbekchasi va ruschasi. Men Kompotni uyini Minecraftda qurdim. Ultramarin Minecraft deb yozganlar va maktab. Bu yerda men ham qatnashib ko'rganman. Bu yerda Roblox, Free Fire'gacha olganlar do'stlar. Kanallarga iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ismlari Ultramarin 10 yoki Ultramarin 1 глава. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va do'stlar, biz endi davom ettiramiz. Mana bu yerda qo'yib chiqib davom ettiramiz. Hozir deganimga bu ishim chiqib qoldi degan emas. Bu mana shunaqa joyda qurganimiz. Buni qaranglar, qanday chiroyli bo'lib turibdi. Ha, ba'zilar uchun juda ham xunuk, ba'zilar uchun juda ham chiroyli.
Biz bo'lmasa mana bu joylarni qo'yib chiqsak. Mana bunday qilib, shunday qilib qo'yib chiqamiz. Bu yerda ham pauza kerak bo'ladi. Mana birinchi qatorda bo'ldik, endi ikkinchi qatorga. Va do'stlar, biz buni hozir o'chirish kerak bu yomg'irni. Ha. Bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Kim topadi? Albatta. Bu yerdan biz eshik ochamiz. Mana bunday qilib, bu yerga bitta eshikni qo'yamiz. Keyingi safar bu boshqa boshqa uy qilishga harakat qilamiz. Hozir biz bularni o'rniga mana shunaqalarni qo'yib chiqamiz. Bunga ham videoni to'xtatib turish kerak bo'ladi. Sizlar, biz va nihoyat bu yerda tugatdik. Endi esa bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Ha, mana shunday qilib chiqamiz. Endi bu yerda hech bo'lmasa shu yerda videoni to'xtatmaymiz. Bu yerda katta qilishimiz kerak edi, lekin bo'lmasam suvda qo'yamiz. Mana bunday qo'yib chiqamiz va tayyor. Endi bu yerga nima qo'yamiz? Birisiga bundan, birisiga esa sabzidan, birisiga kartoshkadan, birisiga bunday mana shunday qilib qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi. Bu yerga sabzidan qo'yamiz. Mana bu tomonga esa kartoshkadan qo'yamiz. Va mana keyin nima qo'yamiz bilasizlarmi? Nima qo'yishimiz esa hozir to'g'ri. Qaniydi? Do'stlar, men qidirayotgan narsam qayerda? Ha, bo'pti. Unda hozir qidirib chiqamiz. Hozir mana lekin topa olmadik. Mayli do'stlar, mana shunday bo'lib qoldi. Sizlar bilan Lisa bo'ldim. Kanalga like, obuna bo'linglar. Boshqa qismida ertaga video chiqadi. O'sha qismida esa nima qilamiz aytaymi? U qismida mana bunaqasi qilib uy quramiz. Buni tepasida uy bo'ladi. Kanalga like, obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga yoqgan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Barchaga xayr do'stlar. Kimga yoqmagan bo'lsa kanalga like bosinglar. Kimga yoqgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Barchaga xayr. Sizlar bilan Lisa bo'ldim.